Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahabatihi ve men etteba'udah. Rabbena gfir lana zunubana ve israfana fi emrina ve thabbit aqdamana ve ensurna alel kavmil kafirin. Amin. Amma ba'du faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala faslun. Qala el-ucara'u muştarakun kes-sabbagi vel-qassari. Bu fasıl şəxslər icariga elingan, şəxslər kiralangan ahvalda bu kiralangan kişilərinin, yollangan kişilərinin türlerini ve ularınki, her birininki ahkamlarını bayan qilish uchun bekitilgan fasl. El-ujra müşterakun. Aslında yollangan kişiler iki türge ayrıldı. Ecir xas ve ecir müşterak. Ecir xas deganimiz ijari ağuchi qilam ishlaydigan, ijari ağuchidan boshqalarga ishlamaydigan kishini ecir xas deymiz. Yoki ejirul vahdi deb ataydi. Yani bir mazhabda. Mesela uy xizmatchisi, do'konda biz ishlatadigan kishilar, shirkatda biz ishlatadigan kishilar, bir oy ichida bizga bilan ishlab turadigan kishilar, masalan, bir kun butun bizga ishlab turadigan kishilar, mushular ejir xas bo'ldi. Şu müddette icariga ağuchidan boshqa odamga ishlamaydi. İkinci türü ecirun müşterak. Bir vaqtning o'zida necha kishiga, necha ijara ağuchiga turli to'xtamlar bilan ishlab beradigan. Mesela maşinchi, yog'ochchi, remont do'konlari, advokatlar bir vaqtning o'zida necha kishilar muomala qilishi mumkin. Doktormu şunda, doktorxona açkan bolsa, şu bir kunning ichida chiq odam bilan muomala qiladi. İnjenerlar, advokatlar ishxon tutib, shunda o'tag'anlar ecir müşterek dairasiga kirdi. Endi ecir müşterek desak, g'aliban bular qilgan ishiga haq oladi. Bu ishni bugun qilsin, yo bir haftadan keyin qilsin, ish qilib tushirgan gap. Lekin ecir xos bo'lib qolsa, muddat qarshiligida oladi. Bugun bir kun mana ishlab bersiz, shu bir kun ichida shu kishining xizmatiga tayyor bo'lsa, mayli odam ishlatsin shu kuni yoki ishlatmasin. Masalan, bir taksini bugun mana ishlaysiz, ertaga kechki ishlab bir kunlikini deyishdimi? Shu kuni yarim soat yo'lga boshchaqda bizga barda ish chiqmay saqlab turadigan shu olsin. Ish qilmasimi, shu vaqtni shuning xizmatida bo'lashqa atib etgandan keyin şakkını ediyordu. Lekin ecir müşterek olsa çokum şu işini kıysa andın şak alıdı. Müşterakun kes-sabbagi vel-qassari. Ecir müşterek bu ucralının bir türü ecir müşterek. Bu mesela boyakçı okşaş. Qassar diyenine kiyim-kechak raqlarni aqatib berishdi. Yoki qurilishchi emas, uy sapiradigan odammi? Ma uyni yo ma tomni sapirlar desa, xalqo vaqt kelib sapirishi mumkin. Bir hafta ichida vaqt etgan chog'da sapirishi mumkin yoki vaqt to'xtab sapirishi mumkin. Li'annal ma'qud alayhi imma al-amalu aw atharuhu. Chunki bu ijar to'xtamida to'xtam obyekti bo'lgan narsa ya shu ishning o'zi. Masalan, tam sapirish shu tamni sapirishdan iborat shu ish ya bo'yash aw atharuhu yoki ash ishningki natijasi, izi. Yani aş tam değil, bir tamını sepirişti, öyün sepirişti ise kuruluşçığı deyişken bolsak, aş öy eseril amel oldu. Yak boyaşkı deyişken bolsak, aş raqni qizil boyağanlıqı, aş o eseril amel oldu. Bundan ki mişa toxtamның obyekti ya şu iş oludu, ya ki şu işinin neticesi, meyvesi buludu. Vel menfaatu gayr mustahakkatin. Aş yollangan kişiden paydalanish bir kişinin la haqqı emas. Müş ecir müşterek meselesinde menfaatul ecir leysat khassa bi vahid deriz. Müşünün mezmun şu. Vel menfaatu gayri mustahakkatin. Birisi muşu yağatçıdan paydalanish meningla haqqım. Meningla işimni qiladi bu. Sen ish qildirmaysa deb onu unda to'sanmaydi. Aş yağatçının hünürden paydalanish bir adamning haqqi emas, bir adam xas emas. U yağatçı dükkan açqanken kim kelib men karvat asab paslar, ma o'rindiqni o'ngshab paslar, ma ishga basab paslar qanday to'xtam qilsa, to'xtam deyishaverdi. Falahu an ya'malul g'ayr. Shunga uningda olgan manfaat birisining haqqi bo'lmagan ekan, boshqa kishilarga ishlab bersin bo'ldi.
fekâne müştereke. Şuna aşında yallangan kişiler bu cık kişiler tarafından ortak yallanıp turduğan ecir dep atıldı. وَلَا يَسْتَحِقُّ الْاُجْرَةَ حَتَّى يَعْمَلْ. Ecir müşterek boğan ahvalda ta ki bu işligengi kadar iş hakkı eliş hakkı bulmaydı. لِأَنَّ الْاُجْرَةَ لَا تُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ inşallah Teala. Çünkü bu icari tohtamıda tohtamlışının özülallam pulunu elişke hakkı olmaydı yallanğıcı. Mesela bir adette ecir has ne? Ecir hasın bir kunlik bana işlep bəslə, tamçılık layıtıq bəslə deb icari qaldık o. Şu keşte yolu saldıgan çağda pulunu birimiz o. Şu deyişken çağdılam pulumu aldım deb talep qilish haqqı yok. Faqatlam aldın ayında şartlaşıp pütüşken bolsa pulunu aldın berila deb o adam işinenmeydigan ya haqlarında iş haqqını vermey eskilik qıldıgan ahvallarda pulunu aldın bəslə işleyme dese bu ayrım şartlaşılan buldu. Lekin ayrım şartlaşmagan ahvalda pulunu kaçan birdi o? Şu işlep boğanı birdi. İşkab yasap bəslə dese işkabını yasap tütügenden ken anda neç pulunu birdan ken. Ya ki bazı ahvallarda kademma kadem abtus buldu. Öğünü selişki başladı. 10 gün işlep boğandan ken pişki pul lazım buldu. Ma işlep akıllığa, ustamlığı pul takıttım, çoğunluğu pul takıttım da pişki pul abturdu. Yana bir kalan hesap boğanda yani pişki pul lazım da kadem abtusun buldu. Lekin şu işte başlap bir kısmını tüygende andın elişki başlaydı. İşkab hesap bəs degendim o. İşkab kubur tutuş kılıp andın bunun bir kulop bazı bir nimini almak istedim şunu pul lazımdı dep yüzden yendi bulmasa pul edişim mümkün. Ama işte kılmay durup pul almaydı o. Ama aldın birip koysa o yüzden şey. Lekin aldın bir işin lazım dediğin hakkı yok. Bunun ikinci çıkıdı. وَالْمَالُ اَمَانَةٌ فِي يَدِهِ. Ecir müşterak boğan ahvalda şununla tapşırılgan neyse mesela ham material tapşırdı rahmi badoq maşin çıqamandı ko'nlak tikib basildi aşında ham material bersak bu dükkanda saqlab qo'ydi ham materialni vaqt chiqqan chaqda ishlaydi o biz qo'yib qo'ygan ham material shu hunavan kasbning qo'lida omonat hisobida bo'ldi. Endi omonat deyishlarlar bizning tushunimiz taaddi qilsa to'laydi, taaddi qilmasa yo'qolib ketib qolsa bir ziyon bo'lsa to'lmaydi degan qoida. Mushu bo'yicha. Li'annahu qabadahu bi'iznil malik. Chunki bu mushunan kasb shu ham materialni yoki shunda o'ngshaydigan remont qilgan bir narsani egisining ruxsati bilan qo'lga topshirib qo'ygan. Shu bu nimaga o'xshaydi? Qiyos qilyapti-mi? Nimaga o'xshaydi? Omonat qo'yilgan narsalar o'xshashmi shu demakchi. Aş amanet koygandım ma sildi tutulsun diye saklap koyslar deb birdi o. Aynen muşu narsini o'ngshab remont qilib yoki yasab kelguncha muşu yog'och yoki narsa sizning do'konda turdi deb amanet qo'ygan bilan o'xshash. Fala yadmanuhu shunga u narsa taaddi qilmagan ahvolda, jam usra ahvolda u hunavan kasblar uni to'lamaydi. Bu İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin qarışı. Bu mesele fıkıh kitaplarda tadminul eciril müşterek deb keladi. Tadmin el eciril müşterek. Meşhur meselelerden birisi. Fuqahalar ittifaq kelgan bir o'rin bor. Eciril müşterek qo'lda tutgan narsani taaddi qilib ya taqsir qilib obdan saqlamay ay talabet güçürtüvetse, yoktuvetse tüleydi o. Müşonda itbaq. Ama taaddi qilmay, yo'qab ketib qolsa yoki ziyon uchrab qolsa, bunda qarashlar o'xshash emas. Ana İmam Ebu Hanife rahmetullahi alayhi mishada Hanifi mazhabga vakillik qildigan qarashni bayon qildi. Qo'ldagi narsa omonat, buni taaddi qilib qolsa to'laydi dedi. Taaddi qilmasa to'lamaydi. Şu la yatmadı degan taaddi qilmasa to'lamaydi. Lekin tuvandagi bir qancha ahvollarda to'laydi dedi Abu Hanifa rahmatulloh. İmam Abu Hanifa rahmatulloh alayhi taaddi qilmasa to'lamaydi dedi. Lekin tuvandagi ba'zi bir ahvollarni istisno qildi. Masalan, birinchi ahvol illa an yatlafa bi amalihi. Shu hunavan kasb ishini qilish jarayonida
Aşinası buzulup ketip kalsa tüleydi o. Mesela ketahriqi thawbi min daqqihi. Bu qassarның işi. Yani rahne rengini yoqtib aqatıdığan ünavalla çılanның tayqıdak, toqmaqıdak bir narsalan onda urup bazı bir su bir narsalan endi urayversa bunun rengi chiqib oppoq o'zgaradigan ayında ünakesli batdı. Ayna urayversa kiyim yoki rah teshib ketadigan, jitlib ketadigan ahvol bor. Aşında uruşdan kiyim jitlib ketsa to'laydi. Wa zalaqal hammal. Hammallar yükni uçsqaya beshi qilib ko'tarib ketayotgan chaqda qatqoqlikdan yoki muz yoki shalampat yaldan telib yiqilib chiqib ketib qolsa, ko'targan chini qochquchi bo'lsin, ba'zi narsa ko'zi chiqilib ketib ziyon bo'lsa, buni to'laydi. Wa inqita'al habli min shaddihi wa nahwi zalik. Yana yukni mesela ulaqning ustiga, mashinaning ustiga ko'zib tangdi og'amchilar. Tangan ağamça üzülüp ketip bu narsalar yer tushib ketib ziyon bo'lsa to'laydi. Shunga o'xshab masalan yuk mashinasininki chaqini har bir muddatda mesela oyda bir chinitilgan, tekshirtilgan bunday ishni qilish lozim. Unda qilmay bir yilni tashlatib 2 yildan keyin ondan chaqdan kashil chiqiblan mashina o'rildi, bir nima bo'lib nurg'un ziyon bo'ldimi? İmam Abu Hanifa'nın qarshi to'laydi. Hazır bu adam muş işini kılıç jarayonida o'zining xizmatini joyida qilmadimi avo dedi. Sen men hammallik kasbim bor, men yog'ochchilik kasbim bor, rahna aqatalayma deb do'kon ichib men ustam deb o'tirib chiqqan ekan, sen hunaringni joyida qilishing lozim demakchi. Li'annahu mudafun ila fi'lihi. Chunki mush ishlarni kim qilgan? Ajir qildi, yollanguchi qildi. Yani bu ila fi'li degandan bunun qilgan ish harakatida qusur bor manda. Yetersizlik bor. Ustunlik bilan qilmadi mana shuni demakchi. Wa huwa lam yu'mar illa bi amalin fihi salahun. Aslida bu oshinasini ko'ngildagidek o'ngshaydiganga, tuzaydiganga buyurilgan. Shuningga taklif qilingan, shuning uchun yollangan kishida ikki taraf ittifoqlashgan to'xtam obyektini aytdi. Al-amal deb qalsak el-amal el-muslih. Aşinasını müşrahni buzmay obda işletadi aqaltiga kirib baslar dedi. Ya qizil bo'yab baslar dedi. Yoki ma'nosini o'yga saq salomat opirib birlar deyishdi. Endi bu salomat opirib bermadi, rahni tishiyotdi. Fa idza afsadahu endi buzutib qalsa faqad khalafa. To'xtam obyektiga xilaf ish qilgan bo'ldi. Fayadman natijada bu to'laydi. Aşo yallanguchining yönlerini qilib o'tib, aşo odamning qilgan ish sabablik buzilib ketib qolsa to'laydi degan yuqorida istisnoda. Endi bu istisnodan yana bir istisno qilib, shunda ahvolning yana bir to'lamaydigan ahvol bor dedi. Bu nima deb iborat? Illa annahu la yadmanu al-adamiyya idha ghariqa fi as-safinati min maddihi aw saqata min ad-dabbati bi sawqihi wa qawdihi. Bu yallanguchi parxutchi ekan bu kiyimichi, kiyimisi jiqadan to'shiydigan. Daryoni ovqatdan oqatga o'tkazib qo'ydigan masalan. Bir shaydan bir shay opirib qo'ydigan bunda kiyimichi bo'lsa, bu ajir mushtarak. Bunda biz xas minla opirib qo'ysan deb yollamadik. Bir kishiga manch puldan da pul to'lab, belatilab, buni 50 kishi chiqamdi, 100 kishi chiqamdi. Hammalanga o'rtaq yollangan kishi. Shunami? Parxutni aydigichi min maddihi degan şu damir sahibis safina yoki al-mallah deymiz. La yadmanu degandiki yadmanuning fa'ili mo shu sahibis safina yoki ularninki egisi. Ama yoda g'ariqa fis safinati min maddihi min maddi sahibis safina al-mallah. Kiyimichininki ash kiyimini aydash jarayonida mesela yelkanni tortib tutadigan ama aslında bir şirketler var o. Aslında şirketler neticesinde kimi öldürüp gidip kişiler garip olup ketken bolsa insanı töleş yok dedi. Adam tölümü vermeydi. Madde degan, tatlı degan, cezebe degan ma'noda. Bu anda aşı yelkenni tatamda bir narsa qilib, bir tartışan ya bir ağamçını tatib yelkenni yig'adigan ishlar bor. Aşında tartsa bu ig'ir shamol bir narsaning besimiga uchrab o'rlib ketgan ahvol bor.
Aşında ahval bulup kalsa insan için bedel tölemeyi o. Ev sakata mined dabbeti bi sevkihi ve kavdihi. Ya ki atarısını eydep kişilerin toşuyduğun peyit olmasın. Ya ki aşında kişilerin ottağızıp peyit edilgan. Ya ki hazır maşina mesela. Maşinada 20-30 adamını Abdüzül'ün Kaşgar'dan Ürümçi'ye apırıp koydu o. Aşında eyda ötep edem ulaş vakası buldu. Öğrülüp kitip, harbi öğrülüp gitti, ya ki maşina öğrülüp kitip edem ulaş vakası bolsa, o normal heydap bunda kılıvatkan bolsa, edem üçün pul tölemeydi o. Nime için edem üçün tölemeydi o? Lekin onundan başka mal mülk üçün töleydi o. Lekin edem üçün tölemeydi o. Nime için? لِأَنَّ الْآدَمِيَّ لَا يُدْمَنُ بِالْعَقْدِ. Çünkü insan, Adem balısı, tohtam sebebidir tölendiğin ahval yok. Yani insan balısı için, Adem balısı için bir tohtamını kılıp şu tohtam sebebiden tölendiğin iş yok. Fakat cinaya şekillense andın töleydi. Ve innema yudmanu bil cinaye. Şu anda cinaya şekillense ve katlul hata mesela. Müşunda ahvallı bulup katlul hata ve şibil amd bolsa bunun tölümünü kim birte? El-aqile. Lekin manda tohtamlarının tölemlerini aqile töleydi degenim yok. Şu töleydi adam özü yançıkıdın töleydi. İkisinin arasında fark var. Yani insan öleş vakası kelip çıksa bu ölen vakası kimnin işi sebebinden çıktı? Yallanğıçının bir işini kılış sebebinden bulduğu. Bunda ahval bolsa bunu mu tölemeydi o? Aslı biz tölemeydi degen kaideden bir istisna kılıp aşağıda münakesbini kılış neticesinde ziyan bolan bolsa töleydi dedik. Lekin insandan başka narsa olsa töleydi. Lekin insan bolsa yana tölemeydi degen aslı kaide boyunca muamele kılmamız demek. Edemge tölemeydi o. Çünkü edemnin mesela bir tohtamını kılış sebebidir edemge tölem kıldığı iş yok şeriatta. Bunun üstüne bu tölemni hata ve şibil amd oldu bu. Katlı hata oldu köpünce oldu. Bunu töleş yapılsa o insan yanlışlıkla tölemeydi. El-aqile tölepirdi. El-aqile degenimiz aş kişininki yakın uruk tuqqanları cemaati aşula pişkidin pul yığış kılıp 1 milyon kelgen bolsa 10 ming koydan 20 ming koydan çıkıp 1 milyonluk kaççada töletdi. Lekin manda ahvalda mal mülk meselesinde o uruk tuqqandan yığılgan iş yok. Yuqorqi tovarni to'laydi dedik, mal mulkni to'laydi dedik. Mal mulkni nima uchun to'laydi? Sen ishni joyi qilamadingmi? Tamam? Yani bunu taaddi dairasiga aytishdi hozir. Lekin inson kelgan chaqda taaddi bilan to'laysiz degan gap yo'q ma'noda. Ikkisining farqi, malni to'lasa yanchiqdan to'laydi. İnson kelgan musibatni to'lashda yanchiqdan to'lamaydi. Urug' tuqqanlari pul yig'ish qilib to'laydi. Yani hazır hata adamı taraf kalan şundan taşlap koydu ama uruk tıkallamını kâr kelmeydi hazır. İslam şeriatı olsa acına yengiletti. Çünkü hata diyen bu yengilendi. Bunu etraftaki havada yakın uruk tıkallara çeşip lan tületti. Lekin kaçta oturuşup kalsa yendin tületti. Cinayet şekillense andın tülem kilti de hazır cinayet şekillendi değil bulmaydı o. Hadiren bu İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin karşı. İmam Ebu Hanife ikisinden de ayırıptı. Fakat aslında mal mülk buzulgan ahvalda önemli kasıp özünün işini kılıvıtıp buzulgan bolsa bu çağda töleydi o. Bu taaddi dairesi kirdi dedi. Muşini taaddi dairesiga ekirdi. Bu kastan aslında kışta yetip basa kolunu uzatmay tutmay turuvasa bu taaddi oldu gaynak. Lekin bu tutaydısın bakı tüketti. Bunda olsa bu taaddi, bir xil taaddi. Kusur fil amal. Sen işini ustalıkla kılamaydı ekansan. Ya mal mülk bolsa, aşı günahan kasıp işini kılıvetip buzayotgan bolsa mal mülkni to'laydi o. İnsanni to'lamaydi o. وَلَوْ غَرِقَتْ مِنْ مَوْجٍ اَوْ رِيحٍ اَوْ صَدْمِ جَبَلٍ yani ahvallarda tölem kelmaydi dedi. Mesela kime, gariqat sefine demekçi. Kime dolqulla bek küvecep ketip
ya judun burallı chiqib kiyimi o'rilib ketdi shunama ev sadmi jabalin yoki ular desek bo'ldi kiyimi desek bo'ldi kiyime su ostidagi bir quram tosh ya tog'ning uchidak nimaga shunda kiliblam gum qilib usiblam berib qo'yib ketdi yoki masalan mashina quram toshning usti shunama ev zuhima al hammalu yoki hammallar bak yo'lda ketib qisqisdan olib ketib yiqilib tushgandek bo'lib ustida ko'targan narsalar buzilib ketdi. Bunda ahvol bo'lsa fala damana alayhim. Sahibi safina va hammalliga yoki sahibi dabbaga to'lam kelmaydi. Li'annahu la fi'la lahum fi zalik. Chunki bu masalada ularning bir qilgan ish yo'q. Bular normal hozir o'zi joy bir ishni qilib ketyapsa, uning irodasiz bir narsa bo'lib, bir voqea bo'lib tushib ketgan bo'lg'achqa, buning ishi bilan mol-mulk buzilib ketdi demaymiz. Yani bunda ahvolda kiyimi g'arq qilishdan burunqi qancha kerak olgan bo'lsa yoki mashina nag berib to'xtagan bo'lsa, shu oraliqdagi masofaga qarata shaqqa berishi vojib bo'ldi. Abtuz Qashqardan chiqib Aqsuga borib, ashuna bir hodisa bo'lgan bo'lsa, Aqsuga qadar biletning pulini berish lozim, yo'lovchilik. Buni İmam İbn Abidin Raddul Muhtarda qayd qilib qo'ygan. وَلَوْ تَلِفَ بِفِعْلِ أَجِيرِ الْقَصَّارِ لَا مُتَعَمِّدًا فَالضَّمَانُ عَلَى الْأُسْتَاذِ Ecir el-Qassar diyen qanday bir önemli kasb olsa, mesela tamçı ustam, yağaççı ustam, remonatçı ustam, aş ustamla özüge yardımcıdığan şagirttek aşında yardımcı kişilerini yollaydı ama oğluğa hakkında azazdan pul verip yana bir taraftan hünerini üretkeç bunda bana da Ecir el-Qassar diyen şu aşı raqaqatıdığalla yollagan ayında adamı bulup qalsa bu ecir xasamda. O qassarning ecir xası. Yani bu qassar ecir müşterek bizga nisbatan. Mening raqtimni aqatıda, onun raqtimni bu aqatıda aşında dükkan açıq adam. Aş ustamning yollagan bir shagirdi qilgan ish tufaylidan buzib ketib qolsa, mal-mulk la mutaammidan qasdan emas. Endi u yollangan shagird bo'lg'achqa hunar ustamas. Ba'zi narsani buzib qoldi, ugunayotgan bo'lg'achqa. Bu qasdlik bo'lmag'achqa faddaman va alal ustaz. Bu chaqda buni kim to'laydi? Ustoz to'laydi. Masalan, mashinani remont qildirish uchun bir remontchiga apadi. Apagandan keyin buning aynakini o'ngshayman, nima qilaman deb u remontchi atrofida ishlatayotgan shogirddan bizga aynakni cheqibatdi. Cheqibatsa, shu ustam o'zi to'laydi. لأن فعل الأجير مضاف إلى أستاذه. Çünkü aşı şagirdin işi ustazga mensup bulduğun iş. Şagird desek mi buldu, yallanması desek mi buldu? Şagird aşda işini kıysa pulunu kim alıttı? Ustaz alıttı. Aşı işini kim pütürüp çıkan buldu? Ustaz pütürüp çıkan buldu. Aşı ustam on şapkadı maşini deyipti. Şagirdlerle münasebesiz uzlaşımız. Şuna ustazga mensup buldu. Yani ustaz kıyandaklan buldu. Yani müşaki kadar İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi'nin karşı çıkıyor. Tadmin el-ecir müşterek diyen meselede. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi'nin karşının hulasını mı ibaret? Ecir müşterek tülmeydi dedi. Karşı tülmeydi. Lakin tüleydiğen bazı bir ahval var. Aşu yallanğıçının kılıvatga işi tüpeyli. Yani onun şagirdinin qilgan ishi tufayli maqsad qilsin qilmasin mol-mulk vayronchilik uchrab qolsa to'laydi. Chunki bu ash kishining qilgan ishining yetarsiz bo'lganligidan kelib chiqqan. Biz to'xtamda mashinasini o'nglab kirsiz deb to'xtamlashgan, buzishga to'xtamlashmagan. Yana ash ustamningki ishidan emas, boshqalarning ishi tufayli buzib ketgan bo'lsa, yani to'lamaydi. Mesela obdan saklab, dükkan qilib selab, ayından qutusimi o'g'lab ketdi. Ya bulanchi bilib oldi qurolliq kiliblar, majbur bo'ldi. Qo'dayman-da qo'damaydi. Ayında bo'lib qolsa, bu chaqda to'lamaydi. Mush qiyos shu hamda. Asli to'lamaslik qiyos. Lekin to'laydi deganni biz istisno qilib, istihsonan oldik. Ana mush İmam Ebu Hanife rahmetullahi alayhinki
asasen to'lamaydi. Faqatlam ash o'zining hunarini qilish jarayonida bir narsani buzilsa to'laydi degan qarashi Imom Shofiyninki qarashlaridan birisi shu. İmam Ahmed'mo bir rivoyatda shunda deb qaragan. İshaq ibn Rahway, Shofiydan Al-Muzani qatorliq ulamoning qarashi. Yani bir mazhabda İmam Zufarning so'zi o'shanga yaqin keldi. Yani bu qarash Ali radhiyallohu anhudan kelgan. O'shunda İmam Abu Hanifa'dan kelgan qarash. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله صاحبا dedi yadmanu. Yani İmam Abu Hanife la yadman. Başta şunlar bir rivayet geldi ama Abu Yusuf yadman. Hadi iki taraftan da alım çıktı. Tüleydu. Sevan halaka bi fi'lihi ev bi gayri fi'lihi. Ünana kılıvete aşının işi tüpeylidin aşında buzulgan bolsun ya ki başka sebepler tüpeylidin buzulgan bolsun her iki ahvalda tüleydu. İlla ma la yumkinul ihtirazu anhu. Fakat lan hiç kim onda saklanmaydigan umumizlik kelgan bir bala musibet olup qalsa biz dükkanga açırıp qo'yapti, shu jutni ya tavrab ketib ya yutib ketdi. Masalan, yoki shu jutni urushib ketdi, shu urushdan munosib vayron bo'lib, o'yinda bo'lib ketdi. U qo'daysa o'zining jini bilan qoladi haqlar. Uni qo'dayolmaydi. Bunda ahvolda to'lamaydi. Undan boshqa odatki normal ahvolda o'zi günah qilib o'tib buzilib ketsin yoki günah qilmay qanday sababdan buzilib ketsin to'laydi deydi. Endi mala yumkinul ihtiraz anhu nima deb iborat? Kalmot. Mesela atni bir davolab pasla deb qilgan bo'lsa, at o'lib qoldi, o'zidan ezilib ketdi, o'ldi. Masalan. Vel hariq umumizlik shu maliga shu butun bazog'i o't ketdi. Yoki salab tikilib umumizlik g'arqlash ahvoli bo'ldi, suv o'sib ketdi. Vel aduvul mukabir bulanchilar shunda dushman keliblam hammani tat oldi. Bunda ahvolda to'lamaydi. Uningdan boshqa normal ahvol bo'lsa, nima sababdan buzib ketgan bo'lsin to'laydi dedi. Li'annahu yajib alayhi hifzuhu amma yumkin at-taharruz anhu. Chunki ashunan kasb uni qo'lga oladigan saqlaydigan narsadan saqlashi vojibdir uning bo'yniga. Fa idza tarakahu damina. Yani onu saqlamay, yani saqlay oladigan narsadan mı saqlamay tashlab qo'ysa, bu chaqda to'laydi. Kama idza halaka bi fi'li. Xuddi ash yallang'uchi shu unavan kasb o'zining bir ishlari bilan İmam Abu Hanife idza halaka bi fi'li dedi. Bu ittifaqga o'rin. Sahibanolar İmam Abu Hanife hazır ittifaqga bir o'rin bor. İdza halaka bi fi'lihi deganda ittifaq. Ama idza halaka bi g'ayri fi'lihi va qashsa buningda ixtilof bo'ldi. Sahiben bunu idza halaka bi fi'li qiyas qilmas. Bi fi'li g'ayrihina bi fi'lihiga qiyas qilmas dedi. To'laydi. Yani bi fi'lihi yani fi'l al-ajr. Ve huwa marwiyun an Umar ve Ali radıyallahu anhuma. Mush qarash sahibenin qarshi Hazreti Ömer ve Hazreti Ali qatorliq xulafa raşidindan rivayet qilingan. Bu rivayetlar hammasini yig'ib kelsak ojiz rivayetlar. Yani şu sahibenin qarashi Hanbali mazhabga vakillik qilgan qarash shu. Maliki mazhabning keyingi ulamolarning qarashi shu. Şafii mazhabning yana bir qarashi. Thumma in sha'a dammanahu ma'mulan wa a'tahu al-ajra aw ghayra ma'mulin wa la ajra lahu. Yani sahibenin qarashi bo'yicha to'laydi degan qarash var sahibenin. To'laydi degan ahvollarda, umumiylik u balaya afat urush bo'lmagan ahvolda, normal sharoitda to'laydi dedi. To'laydi degan ahvolda qanda to'laydi. To'laydi degan ahvolda sahibenin qarashi bo'yicha qanda to'laydi. Mishada ay mal egasininki ixtiyorligi bor, tanlash ixtiyorligi bor. Xolisa dammanahu ma'mulan ve atahul ecr. Mesela bir rahne bergen bolsak, ko'nglak tikib bersalar, rah zarar ketdi shnama. Ay ko'nglak tikilgan chaqda ash ko'nglagin nesh pul qoldi? 100 ko'y qoldi desak. 100 ko'y pulni to'latdi. Anda bu kimni ko'nglagin tikishga 50 ko'y shaq ketgan bo'lsa 50 ko'yni bermas. Ma bir chora. Xolisa buni tanlaydi. Xolisa ev g'ayra ma'mul ishlamga olatda rah holatida töltüdü. Vela ecralahu. Şakkımı bağmaydı. Aşı rahne neş pul qaldı? 50 koy. Naş 50 koy tülandayım.
Amanat hesabında sahibining qarshida. Lekin bular istihsanan to'laydi deydi. Qiyosda amanat. Lekin istihsanan qiyosni tashlab to'laydi dedi. Endi bu sahibining qarshi o'sha tugidi hozir. Sahibining qarshi nimadan iborat? Unavan kasbning ishi bilan buzib ketsin, qasddan bo'lsin, savallik bilan bo'lsin, yoki ba'zi bir yetersizliklar sababidan bo'lsin, to'laydi dedilar bunday ahvolda. Bular Hazreti Umar va Ali radhiyallohu anhudan kelgan ba'zi rivoyatlarga tayinib turib, mush rivoyat tayinib turib qanday qildi? To'lamaydi degan qiyosni tashlab istihsan bil athar yoki bil masalih qildi. Miyadanda mush asari tayansa istihsan qilyapti. Asari o'g'achqa qiyosni tashladik deydi. Shunami? Yana kishilar nacharlashib ketgan bo'g'achqa gunoh kasblar buzutib Qanun mal mulkini to'lab berolmaydigan bunda eskilishib ketgachga to'laysa deb xalqning aqlini qo'ydirmasak bo'lmaydi dedi. Ya'ni istihsan bil athar va bil masalih, bil maslaha demakchi. Ularga o'zining ishi bilan bo'lsin, qusur bilan bo'lsin, qusursiz bo'lsin yoki boshqaning sharikati bilan bo'lib bu qo'dab qola oladigan aslida bunda holat bo'lib qo'dmagan bo'lsa to'laydi. Bu Hazreti Umardan va Hazreti Ali ikkalandan munqata rivoyat qilingan asarlarga tayangan. Tabi'inlardan Ata, Tavus, Mujahid qatorliqlarning qarashi. Mush qarash Hanbali mazhabining mazhab qarashi, Malikilarning keyingilarning, mutaakhirinlarningki qarashi, Shafi'i mazhabdan bir qarash. Ibn Abi Laylaning qarashi o'shunga yaqin. Sahibining qarashi tugidi. Wa qala Zufar rahmatullohi alayhi la yadmanu fil wajhayn. Yani şu bi fi'lihi bi gayri fi'lihi deb unda ayrish yo'q. Sahiban unda ayrimiz dugo, unda ayrish yo'q. Her ikki ahvolda to'lamaydi. Li'annahu amila bi amril maliki. Chunki u oshnasining egisining buyrug'i bilan ish qilgan. Aynavan kasib, ay mashinchi rah egisining buyrug'i bilan ish qilgan. Va sara ka ajiril wahdi. Şu buni ajir xasqa qiyas qilamiz. Hozir bu Zufarning qarashi, shunda qarasanglar, İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi yiqilishib qoldi. İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bir o'rinni, mol-mulkni bi fi'lihi olib qolsa istaqilimiz to'lamaydi degan-ku. Ma'noda to'lamaydi dedi o'xshash. Abu Hanifadagi istisno qilmadi. Va javobuhu ma marra li Abi Hanifa. İmam Zufar, bu İmam Zufarning qarashi mutaqaddimul Malikiyaning qarashi. Maliki mazhabidagi ilgirki imomlarning qarashi. Yana Shafi'i mazhabidagi bir qarash. Buning qarta İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi nima javob berdi? Amila bi amril Malik dedi İmam Zufar. Bunun nima javob bermas? Yuqorida İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhining dalilida bayon qilinib o'tgan bu lam yu'mar illa bi amalin muslihin deymiz. Ruxsat qildi ma'ni tikib bersa-da. Lekin natijada buni uchamoq chiqqidek bir ko'ngil kutib chiqsin, shunda ishni qilib bersin dedi. Uni kesib berslar, yushtiraslar deb buyurmadi. Tamam? Undan keyin bu foydali bir ishga ruxsat qildi. Ziyonli ishga ruxsat qilmadi deb javob beramiz dedi. Ya'ni Zufarning shu kichik bir doiradagi o'xshamaydigan qarashiga nisbatan İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi buna javob bergan bo'ldi. Bunda qarasanglar, Hanifi mazhabda hozir 3 xil qarashni bayon qildim. Bu 3 xil qarash butun islom fiqhiga vakillik qiladigan qarash asos. Yani hamma islom fiqhiga boshqa 3 mazhabning qarashi ham esa Hanifi mazhabda bor. Başkayaga biri şajasiz yani. O'zimizning nimizda hamma qarash bor degan. Bunda qarash o'xshash bo'lmaganligi Hanifi mazhabidagi ulamolar fatvo berishda ba'zi u qarashni, ba'zi bu qarashni tanlagan ahvollar bor. Ba'zilar sahibaning qarashi bilan fatvo bergan. Samarqand ulamolari Hanifi mazhabda ulamo Buxoro, ulamo Samarqand, ulamo Balx deb bunda ayrim-ayrim madrasa, iqim, tavajjuh shakllantirgan ulamolar bor. Samarqand ulamolari bular bunda bir fatvo bergan. Yoki shuni muvofiq qo'ygan. Yeriga sunilishi davomida bo'ldi. Ya'ni as-sulh jaizun baynal muslimin. Ana shu bir talash tortish bir
haq talab qilish masalasi kelib chiqdi. Bu jonda sahabe kiramlardan kelgan ra'yni qarasak, aciz olsun, başka olsun, sel o'xshamaslik bor. Sahabelar ikki xil fatvo bergan, shunami? To'laydi, to'lamaydi degandek. Shuni fuqahalar ixtiloflashib qoldi. Sahabelar ixtiloflashgandan keyin ulamolar ixtiloflashib qolgan ekan, as-sulh joizun baynal muslimin degan ekan, bu 20 to'lab berib bilan sülülüşidigan yo'lni tutsak bek yaxshi deb ular 4-chi bir qarashni o'tirib chiqadi. Hanifi mazhab va boshqa uch mazhabda hozir 3 xil qarash borda. Shunami? Ibn Abi Laylaning boshqaninkini o'qimasak 4 mazhabning ichida hozir 3 xil qarash borda. Mashayix ya ulamo Samarqand 4-chi bir qarashni paydo qildi. 20ga sülülüşlar. O da qaz masalasida Rasulullahning masjidida vaqirishib ketdi birisilar. Rasululloh ishorat qilib 20ni deb ishorat qildi, 20ni tashlatdi-ku. Ayda sülülashgandek. Mush masaladimi? Mesela shu rahni do'kon qo'ysam yo'qtirdi, yutib ket. O'roqqa o'xshaydi deb turoldi Saypon mashinchi. Anda ishlab chiqqandi. Do'kon topolmaydigan shogirdlari o'g'lab ketishi mumkin. Mush ahvolda shu rahning puli 100 ko'y bo'lsa, 50 ko'yni to'ltiblan tang ko'tirmas. Tang tatimiz deb aşınınğa sülh qilishlar deb fatvo beribdi Samarqand ulamolar. Bu 4-chi qarash bo'ldi. İmam Mirg'inani mesela Hidoyatning muallifi, ondan Fatava Qodixonninki muallif Qodixon bular İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi qarashi bilan fatvo bergan. Al-Faqih Abdullah Samarqandi bu İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi qarashi bilan fatvo berildi Hanafi mazhabda degan. Natijadan bunda xulosa chiqarsak Hanafi mazhabda asah degan qarash İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi qarashi. Yani mush kitobda shu i'timod qilib keldi-ku, Muxtorda va ixtiyorda shuni hisob qildi. Zufar her qanday hol to'lamaydi dedi. Bi fi'l ajr olsun to'lamaydi dedi. Bunun qarta İmam Abu Hanifa'ning dalilida o'tib ketgan bir jumla İmam Zufarning daliliga raddiya bo'laydi. İmam Zufar degan li'annahu amila bi amril malik. Shu rahninki egisi Muşun raxtiki paslar deb şunun buyruq bilan chiqdi buni. Shuni ishladi. Lekin shu jarayonda yo'qolib ketib qoldi. Bu amonat to'lamaydi dedi. Endi bunga nisbatan İmam Abu Hanifa'ning unda javob berayotgan, mushi raxtni zoya qilib o'tmay, buzib o'tmay, pushamga chiqib bir ko'nglak qilib deb bunda foydali bir ishni vujudga chiqardiganga ruxsat qilgan. Yo'q tutang, buzitang, sochqonga yuzitang deb bunda ruxsat qilmagan. Muşu İmam Abu Hanifa'nın qarşı muşu kuchliq amaliyotda. Qala: "Wa la damana 'alal fassadi wal bazzaghi illa an yatajawaz al-mawdi' al-mu'tad." Fassad bu qanab qo'ygan kishi. Qanalishda tumuni kesib, qan chiqardi. Azranda jinin sanji bilan qan oldi-ku, qanalish shu. Qan tekshirmoqchi bo'lsa, qan oladi. Wal bazzagh, bazzagh deganmi? Bazz degan kesish, yerish degan ma'noda. Bu anda operatsiyachidek. Burunqi zamonlarda ba'zi bir yengil kasal bo'lsa, bir yani kesib qon chiqariladigan ish bordi. Yani davolashda endi kesiladigan ahvol bo'lib qolsa, shunda operatsiya qilib kesiladigan qassobga o'xshash doktorlar desak, bular odatda to'lamaydi deydi. To'lam kelmaydi. Illa yatajawazal mawdi'al mu'tad. Faqatla odatda shu kasalni davolash uchun kesish kerak bo'lgan miqdordan oshirib qolsa, chekdan oshirsa, undan talafot kelib chiqsa, to'laydi. Ha, shu xatni qiyuvchi Abdullani. Xatdan deymiz. Ma bazzag'lar taraqqiy qilib hozirgi operatsiya doktorlarga o'xshaydi. Masalan, so'qirchay operatsiyasida 10 sant yani kesish bilan shu operatsiya tutilgan bo'lsa, bu 30 santda kesitib, da karib qo'yib operatsiya qilib, keyin chataq chiqqan bo'lsa, to'laydi demak. Buni doktorlar o'zi biladi uni. Yani shu operatsiyada qancha yani kesish lozim, buni biladi. لأنه إذا فعل المعتاد لا يمكنه الاحتراز عن السرايا. Çünkü o adette kerak bo'lgan yani kesse, ba'zi bir talafot kelib chiqishdimi saqlanib bo'lmaydi dedi. Mesela 10 sant kesib operatsiya qilmoqchiman ama to'g'ri, hech qanday chataq yo'q. Shu chataq yo'q ishni dal joyida qilsimi, ba'zida zaxmlanish kelib chiqadigan ahvol bo'ldi. Bu zaxmlanish u doktorning ishiga munosabatsiz boshqa sababdan bo'lishi mumkin. Ba'zidan masalan teni ojiz yoki mijoz chiqqanda bosh tarafdan bir kashilisi bo'lsa, operatsiya qilish jarayonida bu odam o'lib ketishi mumkin.
maxfiy yurak kesili bo'lib qolsa, operatsiya qilish jarayonida bir kashlab o'lib ketishi mumkin. Li'annahu yabtani ala quwwatil mizaj va da'fi. Mana chunki bu yerda zaxmlanish o'sha odamning mizajiga mijozning badanining kuchliligi ya ojizligi shunga o'xshash ba'zi ishlarga chetishlik. Va dalga g'ayri ma'lum. Buning ham ma'lum taraflari bor, ma'lum emas taraflari bo'ldi. Mesela ma'lum tarafi desak, doktorlar operatsiya qilishdan burun qonning suyuqlik qo'yganligini tekshirdi. Qon oqsonda eqishi to'xtamdi, uyib qolgan moddasi bormi yo'qmi? Uni tekshirib, uni qilishi mumkin. Lekin ular xavfsiz qolgan maxfiy yurak kesili yoki boshqalar kashish sababi bo'lishi mumkin. Va dalga g'ayri ma'lum, fala yataqayyadu bihi. Shunga uni bilan bog'lanib qolmaydi. Ularga odatli ishni qilsa to'lamaydi. Endi odatli ishni qilsimi to'laydigan qilsa qanday bo'ldi? Doktorlar nimasi ishlamay turibdi, qo'rqib. Az qildi ekan, bizga istivoldi ekan, to'ltiman deb. Unakas qilmayman deb turibdi. O chaqda bizning hayotimiz to'xtab qolgan. Bi xilafi daqqi thawbi. Ammo yuqorida Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh kiyimni oqatmanda to'qmoq bilan tam ursa, teshib kelsa to'laydi degan. Endi operatsiyachi normal operatsiyani qilib o'tib, normal ishni qilib o'tib, bu odam o'lib qolsa to'lmaydi dedi. Bu ikkisi farqli gap bo'ldi bo'lsa, bu ikkisi farqli. Kiyimni kaltaklar o'g'an vaqtida li'anna riqqatahu va thaqanatahu tu'rafu li ahli al-khibrati bihi. Ajrahninki nefsdagi qalilligi, chidamchanligi, ojizligi aqatqichiga nisbatan shu hunar kasb ahliga nisbatan aniq ma'lum bu. Bunda rahni qarab, ko'rib baqib, buni manchak o'sam teshib ketgan, manchak o'sam teshilmay oqardiganda mo'ljallayolish lozim deydi. Fatuqayyadu bis-salah. Bunda ekan, buning urishi teshilmaydigan urishni urish lozim deb qayd qilamiz bu yerda. Lekin doktorlik operatsiya ishlarida ba'zi ahvollar doktorlar tekshirib biladigan ahvol bo'ldi. Mesela bu operatsiya qilmoqchi bo'lgan kishi diabet kesili bo'lmasi lozim desa, uni tekshirib diabet kesili bo'lmagan chog'da operatsiya qilish lozim. Bo'lmasa operatsiyadan boshqa usuldan davolash lozim. Endi operatsiya qilgan chog'da diabet kesili va qon bosimi bor, yana birisi bor deb ashuni bilib turib, shunda operatsiya chadaq chiqgan bo'lsa, operatsiya qilgan bo'lsa, u chog'da to'lam keldi. Yani diabet kesili var kişini manda operatsiya qilinmaydi deydigan bir o'lchim bor doktorlar. Shunda ahvolda yana operatsiya qilsa, talafot qilib to'laydi. Lekin odatda doktorlar bilinmaydigan ba'zi bir sabablar bo'lib qolsa, kashil bo'lib qolsa, u sabablar tufaylidan tibib o'zining normal ishini qilayotgan bo'lsa-mu, o'lib ketib qolsa, to'lamaydi. Ammo maraqni unda qarablam hamma ahvolni aniq bilalaydi buni deydi. Walau qala lil khayyat an ma bir misal qilgan bir ishgan munda bir to'xtamlashgan ahvolda to'lamamdi mashinchiga birisi munda debdi in kafani hada thawb qamisan ma diqqatsan thawb degan so'z nimaga ishlatilmaydi rahga ishlatiladi kiyim emasa mushu rahda men ko'nglik chiqamdi yetamdimi shu debdi 1,5 metr rahni aklab mushu rahda men ko'nglik chiqamo desa faqta'hu ko'nglik chiqsa shuni kesib ko'nglik tikpaslar dedi faqata'hu shundan ko'nglik tikiman deb kesdi bu rahni falam yakfihi kesgan chog'da u rah yetmay qoldi domina rahning qimmatini to'laydi kesilgan rahni olib qilib odam mashinchi rahning pulisini to'laydi li'annahu innama adinahu fil qat'i bi shart al kifaya chunki u mushrahda ko'nglik chiqadigan bo'lsa uni keslar deb ruxsat qilgan ko'nglik chiqmaydigan bo'lsa kesmaydi demakchi edi to'laydi endi bu ash kishininki hunani yaxshi bilmaganligidan kelib chiqdi yaxshi ditlanmaganlikdan kelib chiqdi hunaning ustisi emas ekan walau qala lahu agar manda desa hal yakfini man ko'nglik tikishga yetam mushrah bir ko'nglikka yetamo desa faqala nam ha yetadi dedi qala faqta demak fa'ni iletishlar xatomish qala iqta'da mush fa'lallam o'sha hukm uyam mush raqta mana bir ko'nglik chiqamo desa chiqadi dedi chiqadi deb bo'lgan ekan keslar dedi fa yo'q keslar deganki falam yakfi kessa bir ko'nglik chiqmadi la yadmanu bu chaqda mashinchi to'lamaydi li'annahu amarahu bil qata
Çünkü rahmın egisi maşinçini kesler de buyurdu işte ama manda çıkıdığan boğazı keslerdi mi de mutlak halatta kesler diyor. Başta bir meslahatini aldı bunu. Meslahatini yapılan iken kesler dedi. Kumlu çıkıdığan boğaz keslerdi mi de kesiverler dedi. Mişada icazat mutlak geldi deydi. Şu anda eğer üçüncü bir ahvalda hel yekfini fekale nam kale fakta diyen bolsa ya ki iqta'hu izen diyen bolsa unda olsa kesiverler dese aynı bağlısa şu şart bilan o çağda to'laydi dedi. Yani bir mazhab kitaplarında baş kitaplarda muş felsiz kelirli. Fevlen kep qalsa to'laydi. Fahmishada shartni ashun bog'lab qo'yishni ko'zdi. Unda bo'lsa, yetadigan bo'lsa keslar, yetmaydigan bo'lsa kesmaslar. Ashu ma'noni ko'rsatdi. Unda o'tgan musho iborada shartning mazmunini bildiradigan bir ahvol bo'lib qolsa, faqtahu, iqtahu idan deb qolsa, u chaqda to'laydi. Ko'ngil chiqmasa to'laydi. Çünkü fa degan vasl uchun, shunami? Baş fa'ni deyishlar yetsa andın kesdi degani shart qildi deb tushunamiz. Kesishni ijozat berishda yetsa keskin deb shart qilganini tushunamiz. Iqta'u idan deb qolsin shundoq. Ya'ni iqta'u idan idza kana yakfini degandek. Bu anda ilgirki imomdan kelgan ahvol bo'lmasmi, keyingi o'sha ulamolarimiz mashayixlar fatvo berib kelgan masalalar bo'lg'achqa, shu kitobda bir misolni qaytib qo'ydi. Qala wa khassun kal mustajari shahran lil xidmati wa ra'il ghanami wa nahwihi. Ajirning ikkinchi turi al ajirul khas. Bu masalan bir ay xizmatga yollangandek, bir ay ma uyda xizmat qilib paslar, dukunimni xizmat qilib paslar degandek. Va ra'il g'anam bir ay qo'y boqib paslar. Shunga o'xshash yollangan kishilar li'anna manafi'uhu sarat mustahaqqatan lil mustajiri tul al mudda. Chunki bu nima uchun xas desa, chunki bu odamning ishi ijara ağuçının haqqı bo'lib ketdi. Bu adamning ishidan foydalanish ijara ağuçının haqqi. Shu yolg'iz shu odamning haqqi bo'lib qoldi. Bu boshqa odamga ishlasa bo'lmaydi o chaqda. Mush muddat ishida boshqa odamga ishlamaydi, shu ijara ağuçı bilan ishlab turgan bo'ldi. Fala yumkinuhu sarfuha ila g'ayrihi. Shunga uning manfaatlarini ijara ağuçıdan boshqaga ketkizishga bo'lmaydi. Faliyada kana khassan. Yani başka adamga ishlaymaydigan bo'lg'achqa xas yollangan kishi deb atadiq. Va yusamma ajiral wahdi ayda. Yani bu ajirul wahdi deb ataladi. Yani ajirul mustajirul wahid demakchi. Bir kishininki bir ijaraga oluvchining, bir kishining demaymiz. Bir ijaraga oluvchininki yollanuvchisi degandik. Yani bu vahdida vahid yoki vahid yoki xas desimi bu bir kishi bo'lish kerak emas, ha? Mesela bu bir sınıftaki 30 o'quvchi olsak, 30 o'quvchi bir kishini yollagan bo'lsak, hozir mustajir kim bo'ldi? 30 adam mustajir oldu. Mushu 30 adam gram ishlaydigan adam bo'ldi. Yani shu vahd degan ay mustajirni ko'rsatdi. Bir adam bo'lsin yoki ahli qarya bo'lib ketsin. Bir shahar xalqi bir adam yollagan bo'lsa, shu shahar xalqiga xos, boshqaning xizmatini qilolmaydi. Yoki bir shirkat yollagan bo'lishi mumkin. Şahsiye, ma'naviyat bir davlat yollagan bo'lishi mumkin. Shu davlatning xizmatini qiladigan, boshqa davlatnikini qilolmaydigan. Bu ajirul wahd. Va yastahiqqul ujrata, endi ajirul khas shaqqini qachon oladi, qachon naqd qildi? Bi taslim nafsihi va illam ya'mal. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.